Onami, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun xudo xolisa Hikmat Travel'da ofisiga yetib kelganmiz. Abdug'affor akadan chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Qachonga reyslar bor, o'zi narxlari qanaqa bo'lyapti, to'lov masalalari qanaqa, borishgandan keyin shart-sharoitlar qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun xudo xolisa videomizni boshidan bizga bittadan laykni bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolisa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'affor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun bitta narxlarni tanishtirib berasiz. O'zi to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka, sizlar firmalaringdan borsa aka, keyin 14 kunlik Umra safari o'zi ichiga nimalar kiradi, hammasi haqida bitta to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Birinchi kunlaridan va narxlaridan boshlaymiz. Bo'ldi, kuttirmagandan. Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha avgust oyida 20 va 27 avgust kunlari reyslarimiz bor. Farg'onadan 15 avgust Madina bor. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha. Bularning narxini $975 qilib beramiz. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun. Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyidagi reyslarimiz kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-24 sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini ham $975 qilib beramiz. Xudo xolasa, bemalol telefon qilib joylarini bron qilsa bo'ladi. Bemalol. Xo'p, yo'q, biz Toshkentdan bormoqchimiz deydiganlar uchun Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi reyslarimiz kunlari 15-avgust, 16, 22, 23, 28, 29 avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyida qo'yilgan reyslarimiz kunlari 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan, xudo xolasa. Bularning ham narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r, telefon qilib xudo xolasa joylarini bron qilsa bo'ladi. Bemalol. Endi aka, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi sizlarda aka? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislar manzillarimiz Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, bundan tashqari shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Agar onlayn joylarni bron qilishmoqchi bo'lsa, telefon qilsa, onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi, bemalol. Xudo xolasa to'liqroq ma'lumot beriladi. Bemalol. Endi aka, 14 kunlik Umra safari o'z ichiga nimalar kiradi? Firma tomonidan nimalar beriladi aka? Shu haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gostinitsalarimiz borligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Xo'p, qaysi bir gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'shga tushishadi. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Gostinitsalarimiz 4 yulduzli bo'ladi, xudo xolasa. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa, bemalol o'zlaring joylaring bron qilishlari mumkin. Pastda nomerlar bor, Telegram, WhatsApp hamma narsa ishlayapti. Xudo xolasa, aloqaga chiqsalaringiz sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha